7. Bab. Başqalarının üstüden hüküm qilib yurmanglar. Bo'lmasa, sizlarmi Xudoning hukmiga uchraysizlar. Chunki sizlar boshqalar ustidan qandoq o'lcham bilan hukm qilsanglar, Xudomu sizlarning ustinglardan shundoq o'lcham bilan hukm chiqirdi. Sizlar boshqalarga qandoq o'lcham bilan o'lchab bersanglar, Xudomu sizlarga shundoq o'lcham bilan o'lchab beradi. Nemi üçün birodaringning har kepigidek kichik savalligini ko'rib, o'zingdagi limdek cho'ng gunohni ko'maysan. O'zingda shuncha cho'ng gunoh turuqliq birodaringga ko'zingdagi har kepigini elivitay degining qandoq gap? Ey soxtipaz, avval o'zingning ko'zidagi limni elivat. Buning bilan aniq ko'rib, birodaringning ko'zidagi har kepigini elivitalaysan. İştqa muqaddas narsini bermanglar. Yoki to'ng'izning oldiga unchi marvoyatlarni tashlab qo'ymanglar. Chunki ish kayniga burilib, sizlarni talaydi. To'ng'iz unchi marvoyatlarni oyoq ostida dasab, yonchiydi. Tiligalla erishidi. Duo qilib tilanglar. Xudo tiliginglarni beradi. İzdanglar, tapsizlar. İşini qiqinglar, echilidi. Chunki tiligalla erishidi. İzdigalla topidi. İshni qaqqanlarga ishik echilidi. Agar o'g'linglar non talab qilsa, sizlar uningga tosh beratdinglarmi? Beliq talab qilsa, yilon beratdinglarmi? Gunohkor bo'lgan sizlar farzandlaringlarga yaxshi narsani berishni bilgan yerda, arishdiki otanglar tilaganlarga yaxshi narsalarni texmo iltifot qilmasmi? Boshqalarning o'zinglarga qandoq muomala qilishni kutsanglar, sizlarmi ularga shundoq muomala qilinglar. Tavrat qonuni va payg'ambarlarning ta'limotlari mana shu. Tor darvozadan kiringlar. Chunki kishini halokatga elib boradigan darvoza keng, yo'l oson bo'lib, bu darvozadan kirdiganlar ko'p. Biroq hayotlikqa elib boradigan darvoza tor, yo'l tas bo'lib, uni izlab topolaydiganlarmi oz. Oldinglarga qo'y terisiga o'rnatilib kelgan, ichi yirtqich, chilbirdak soxta payg'ambarlardan hoşyar bo'linglar. Sizlar ularni mevelaridan tunib olalaysizlar. Tikandin üzüm, qamg'oqdan anjir olg'ili bo'lmaydi. Yaxshi daraxt yaxshi meva beradi. Yomon daraxt yomon meva beradi. Yaxshi daraxt yomon meva bermaydi. Yomon daraxt yaxshi meva bermaydi. Yaxshi meva bermaydigan har bir daraxt kesilib, o'tqa tashlanadi. Shuningdek, soxta payg'ambarlarni ularning mevalaridan tonib olalaysizlar. Meni Rabbim, Rabbim deganlarning hammasila arishning podshohligiga kiramaydi. Faqat arishdagi Xudo otamning irodasini ado qilganlarla kiralaydi. Qiyomat kunida nurg'un kishilar menga, Rabbim, Rabbim, biz sening noming bilan Xudoning vahiyisini yetkizdik va sening noming bilan jilloni qo'g'lidik. Nurg'un mo'jizalarni ko'rsatdik, deydi. Holbuki, u chaqda men ularga sizlarni azaldan tonimayman. Ko'zimdan yo'qlinglar, ey yomonlik qilg'uvchilar, deyman. Demak, bu so'zlarimni anglab amal qilganlar imoratni qo'ram tosh ustiga solgan aqlli kishilarga o'xshaydi. Bo'ron so'qib, yomg'ir urib, kalkun kelgan taqdirdimi, u imorat o'rilmaydi. Chunki uning uli qo'ram toshning ustiga selingan. Biroq so'zlarimni anglab turib, amal qilmaydiganlar imoratni qumning ustiga qurgan ahmoqlarga o'xshaydi. Undaq imorat bo'ron, yomg'ir va kalkunning hujumiga uchirganda o'rilib ketadi. O'rilgandimi intoyin fojialik o'rildi. Hazreti Ayso bu so'zini oyoqlashtirgandan keyin xaloyiq uning ta'limlariga hayron qilishdi. Chunki
Hazreti Ayşoning ta'limlari nopuzliq edi. Tavrat ustozinikiga o'xshamaydi.